Hi guys, salom yaxshilar. Bugungi zavtraqqa achchiqqina ramyon, sirli ramyon va achchiqqina kimchi bilan tovuqni oyog'i. Shuni 2900 ga oldim. O'zbekistonda o'shancha chiqar ekan, qimmat ekan. Va kiyimga o'ralgan guruch. Buning ichida baliq bor, tuna bor. Tuna bilan kimchi bor ekan. Wow. Nam tunasa bu? O'zbekistonda quritilgan dengiz o'tini sotadimi? Quritilgan vodorosli sotadimi? Agar sotsa, o'shandan sho'rva qilib sho'rva yetardim. Ertaga tug'ilgan kunim Koreyada tug'ilgan kunda dengiz o'tidan sho'rva yetishadi. Va farzandli bo'lganda ham sho'rva yetishadi. Radomda men 2 hafta tinmay sho'rva ichganman. Ertalab, obed, kechga. Faqat dengiz o'tidan sho'rva ichilar ekan. Radomda ham, больницада ham. Koreyada больницаga borib tug'asiz, 2-3 kun yotasiz, keyin radomga registratsiya qilgan bo'lsangiz, radomga o'tkazishadi. O'zingiz o'tasiz, to есть registratsiya qilmagan bo'lsangiz, uyga qaytasiz. Shunga qaynonam ertaga dengiz o'tidan sho'rva qilib beraman degandilar. Tug'ilgan kunimga. Sizda qaranglar. Agar O'zbekistonda dengiz o'ti bo'lsa, quritilgan sho'rva qilib sho'rva tardik. Pashsha zo'r chiqadi. Lekin birinchi Koreyaga kelganimda yeyolmagandim. Shirinchilikqa o'xshaganda. Hozir vashcha yaxshi ko'raman. Sovuqga ham ertaga birinchi marta dengiz o'tidan sho'rva yetishtirib ko'ramiz. Qani icha olarmikin?